Assalomu alaykum do'stlar. Mana ko'rib turibsiz. Mana shu yozuv diqqat bilan e'tibor bering. Bu akamiz samarqandlik. Facebookdan Pekan yong'og'i zakaz qilgan ekan. Hozir menga bu videoni tayladi. Bundan tashqari vodiydan 4-5 joydan chiqyapti. Mana e'tibor bering. Mana yozuviga. Bizdagi payvand qilingan Pekan yong'og'i deb turib, qanday ko'chat berib yuborganini hozir o'zlaringiz ko'rasizlar. Biz 30 mingdan 50 minggacha sotganmiz. Mana shunday kam oluvchilarga, ko'ribni oluvchilarga yanada narxini kelishganmiz. Lekin mana bu ko'rib turgan ko'chatlaringizda har bir donasini 80 mingdan sotishibdi. Bu akalar Toshkentdan ekan. Pekanni sotgan akalar. Aniqrog'i Pekan ko'chat emas, hozir oxirida o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Mana unumli joyiga ekilyapti. Zo'r joy, to'prog'ini ko'rib turibsiz. Mana bu e'tibor bering. Pekan o'q tomiri bo'ladi do'stlar. Men videolarda qo'yganman. Tomiri joyi kelsa o'zidan ham uzun bo'ladi. Mana shu ko'chatni aldab sotishibdi do'stlar. Hozir o'zlarini videosini qo'yaman, ko'klagan jarayonlarini qo'yishar. Mana video olib jo'natishgan menga, xulosa qilasizlar, ko'rasizlar. Hamma toza ko'chatlar Botirbek kanalida, aldanib qolmang. Tanish bilishlarga jo'nating. Mana shu tarqating. O'sha odamlarga yetib borsin. Xalqni bunday aldamasin. Pekan yong'og'i deb terak ko'chatini berib yuborgan do'stlar. Xudodan qo'rqish kerak. Terak ko'chatini berib yuborishgan, kallasini shunday qirqqanda terak ko'chatini berib yuborgan. Hozir ko'klagan jarayonlarini tashagan menga, ko'rasizlar. Menga telefon qilyapti. Aka shu Pekanmi yo'qmi bilib bering. Sog' bo'ling. Xulosa qilasiz, hozir qo'yaman. Bargi shamchi terak bargiga o'xshab rivojlanyapti. Pekan yong'og'i deb olib keluvdim. Hammasi shunaqa. 6 ta olib keluvdim. Bu yoqda ham borman. Shuni bir bilib bersangiz. O'zi rivojlanishi afti shunaqa bo'ladimi yo boshqachami?